Kariz qaynonamdan karizcha funchuzani retsepti. Ketdik. Buning uchun bizga piyoz, sabzi, qo'ziqorin va ismaloq kerak bo'ladi. Hamma masalliqlarimizni shunaqa salomga qilib to'g'rab chiqamiz va qaynagan suvda qo'ziqorinimizni 20-30 daqiqa qaynatib olamiz. Ismaloqni ham xuddi shunday qilib 20-30 daqiqada qaynatib olamiz. Qaynab chiqqan ismalog'imizni muzday suvda yaxshilab chayqab olamiz va qo'limizda suvini yaxshilab siqib chiqamiz. Qo'ziqorinni ham xuddi shunaqa qilib suvini yaxshilab siqib tashlash kerak. Bu salatga ko'p kuch ketgani uchun kariz qaynonam tayyorlashni yomon ko'radi. Shunaqa qilib yog'da sabzavotlarimizni hammasini solib qovurib olamiz. Tabga qarab tuz, qora qalampir va kunjut yog'idan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ismalog'imizni ham alohida tayyorlab olishimiz kerak. Maydalangan chesnok, tuz va kunjut yog'idan solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Va qaynagan suvda funchuzamizni 6 minut qaynatib olgandan keyin qaychida shunaqa qilib kesib chiqamiz. Tovog'imizga so'yuvli sos, maydalangan chesnok va ozgina shakar qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tabga qarab murch yoki qora qalampir qo'shib olsanglar bo'ladi. Sosimiz tayyor bo'lgandan keyin funchuzani solib 2-3 daqiqa pishirib olamiz. Undan keyin funchuza bilan sabzavotlarimizni alohida katta tovoqqa solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Va ozgina so'yuvli sos, maydalangan chesnok, ozgina shakar solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qovurilgan kunjut solish ham esinglardan chiqmasin, juda ham ta'mini mazali qiladi. Agar tuzi kamroq bo'lsa, so'yuvli sosdan yana ozroq qo'shib olsanglar bo'ladi. Oxirida esa kunjut yog'idan qo'shib yaxshilab aralashtirib olsanglar, salatimiz tayyor bo'ladi.